O'zbekiston bugun nafaqat Markaziy Osiyoning yuragi, balki dunyo turizmi diqqat markaziga aylanmoqda. Boy tarixiy merosi, betakror madaniy yodgorliklari va zamonaviy sayyohlik infratuzilmasi chet ellik sayyohlarni maftun qilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatga kelayotgan turistlar oqimi sezilarli darajada oshib, turizm sohasiga investitsiyalar ko'lami ham kengaymoqda. Natijada O'zbekiston nafaqat global turizm xaritasida yangi markazga aylanmoqda, balki iqtisodiy o'sish va xalqaro hamkorlik uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Xususan, 2025-yilda O'zbekiston chet eldan rekord darajada 11,7 millionga yaqin sayyohni qabul qilib, xalqaro sayyohlik qiziqishini keskin oshirdi va dunyo turizm xaritasida o'z pozitsiyasini mustahkamladi. Dunyo miqyosidagi obro'li National Geographic jurnali 2026-yilda tashrif uchun eng munosib yo'nalishlar qatoriga Xivaning qadimiy tarixiy merosi, mukammal saqlangan me'moriy obidalarni hamda yangi infratuzilma imkoniyatlari bilan ajralib turuvchi O'zbekiston mamlakatini kiritdi. Bu esa Xivani global turizm xaritasida yanada yorqinlashtirmoqda. Xalqaro turizm nashri Travel Tomorrow'da O'zbekiston hukumati 2030-yilgacha mamlakatga yiliga 20 milliondan ortiq chet ellik sayyohni jalb etishni uzoq muddatli iqtisodiy strategiyaning markaziy maqsadi sifatida belgilagani. Bu orqali turizm hissasini yalpi ichki mahsulotda sezilarli darajada oshirish, investitsiyalarni jalb etish, xizmat ko'rsatish sifati va infratuzilmani yaxshilash rejalashtirilayotgani ta'kidlangan. Ispaniyaning yetakchi raqamli gazetasi El Español jurnalisti 2025-yilda Samarqandga tashrif buyurganidan keyin shaharni islom dunyosining marvaridi deb atab, uning boy tarixiy merosi, betakror me'moriy obidalari va jonli madaniyati orqali sobiq Buyuk Ipak yo'li ruhini bugungi kunda ham his qilish mumkinligini ta'kidlaydi. Shvetsiyadagi Temarisor sayohat portali orqali taklif etilgan 10 kunlik Ipak yo'li bo'ylab O'zbekiston sayohati dasturi tafsilotlari yoritilgan maqolaga ko'ra, sayyohlarning Toshkentning zamonaviy madaniyati, Xiva va Buxoroning betakror tarixiy obidalari, Samarqandning ulkan me'moriy mo'jizalari bilan tanishgani ta'kidlangan. Nashr va sayyohlar fikriga ko'ra, O'zbekiston Ipak yo'li shaharlarining betakror tabiati, milliy madaniyati, taomlari va mehmondo'st odamlari bilan shunchalik qiziqarli va o'ziga xoski, uni sayyohlar sayohat rejalaridan chiqarib tashlashi mumkin emas. AQShning Desert News gazetasi esa O'zbekistonni ijtimoiy barqarorlik, din va jamiyat uyg'unligi nuqtai nazaridan madh etib, xalqaro hamkorlikka ochiqligi va tashqi dunyo bilan muloqotda madaniy va ijtimoiy tajribasini namoyish qilishini yuqori baholagan. Ukrainaning Open for Business hamda Fixigen UA yangiliklar portalida e'lon qilingan maqolaga ko'ra, Asia Records tashkiloti tomonidan O'zbekiston rasmiy ravishda Osiyoda UNESCO jahon merosi ro'yxatiga eng ko'p islomiy tarixiy shaharlar, ya'ni Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz kiritilgan mamlakat deb e'tirof etilgani. Bu esa mamlakatning tarixiy ahamiyati va kultur sayyohlik salohiyatini butun dunyoga tanitayotgani alohida izohlangan. Buyuk Britaniyaning The Telegraph gazetasi ham O'zbekistonni 2026-yilda sayohat uchun eng tavsiya etiladigan yo'nalishlardan biri deb e'tirof etadi. Germaniyada nemis tilida Uzbekistan Invest Now nomli jurnalning birinchi soni chop etilishi esa nemis investorlar va ishbilarmon doiralari uchun O'zbekistonning iqtisodiy salohiyati, investitsiya imkoniyatlari va islohotlarning ochiq va keng ekanligidan dalolat beradi. Nemis kichik va o'rta biznes ham O'zbekiston bozoriga kirib, nafaqat kapital, balki yuqori texnologiyalar, boshqaruv tajribasi, zamonaviy ta'lim standartlarini ham olib kelayotganligi, shuningdek, German Investment Navigator platformasi orqali nemis sarmoyalari loyihalari qo'llab-quvvatlanishi asosida O'zbekiston bo'yicha ham global sarmoya oqimi rag'batlantirilayotgani alohida qayd etilgan. Freedom Travel onlayn sayyohlik nashri esa O'zbekistonni tarixiy, madaniy va insoniy boyliklari bilan xalqaro sayyohlar, ayniqsa Skandinaviya auditoriyasi uchun qiziqarli, ochiq va jozibador sayohat manzili sifatida taqdim etadi. Ispaniyaning Agent Travel ES sayyohlik portali so'nggi yillarda aviatsiya aloqalarining yaxshilanishi va yangi bevosita reyslar paydo bo'lishi O'zbekistonni yanada qulay sayohat yo'nalishiga aylantirayotganini ta'kidlaydi. Germaniyaning The Pioneer online nashrida Svetlana Alekseyeva-Kryugerning O'zbekiston-Germaniya hamkorligiga bag'ishlangan tahliliy maqolasiga ko'ra, islohotlar, raqamli kun tartibi va iqtisodiy transformatsiya O'zbekistonni an'anaviy xom ashyo yetkazib beruvchi davlatdan texnologiya va innovatsiya markaziga aylantirish yo'lida muhim o'zgarishlarga olib kelayotganligini qayd etadi. Vengriya Milliy muzeyida Attila, Hunlar qiroli, Afsona va haqiqat nomli yirik xalqaro ko'rgazma ochildi va unda ilk bor O'zbekistonning qadimiy tarixiy eksponatlari, jumladan Arlat plitalari asosiy joy olganligi haqida xabar beriladi.
O'zbekiston eksponatlari asosiy rangga ega bo'lib, ko'rgazmaning markaziy qismida joy olgani bu tarixiy ma'lumotlarning jahon auditoriyasiga yetkazilishida katta qadam ekanligi ifodalangan. O'zbekiston qayta kashf etiladigan sayyohlik makonidir. Dunyodan uzoqlashmang. Har bir xabarimiz dunyoni kuzatib, O'zbekistonning ovozini global maydonda eshittirsin.